Boysundagi avariyani bartaraf etishga Xitoy kompaniyasi mutaxassislari jalb qilinadi. Sankt-Peterburgda ham Wildberries omborlari hujumga uchradi. Italiya Rogun GES qurilishi uchun $150 million ajratadi. 2027-yilda Ukraina 10,000 kilometrgacha ucha oladigan dronlarga ega bo'ladi. Zelenskiy. Boysundagi avariyani bartaraf etishga Xitoy kompaniyasi mutaxassislari jalb qilinadi. O'zbek Neftigaz aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisi Abdug'ani Sanginov Xitoy Milliy neft korporatsiyasi tarkibidagi Burg'ilash kompaniyasi vakillari bilan ishchi uchrashuvini o'tkazdi. Bu haqda O'zbek Neftigaz aksiyadorlik jamiyati axborot xizmati xabar qildi. Muloqot davomida Boysund tumanidagi mustaqillikning 25 yilligi konida yuzaga kelgan texnogen avariyani bartaraf etish ishlarini jadallashtirish masalalari muhokama qilingan. Tomonlar avariyani bartaraf etish bo'yicha amaliy ishlarga tezkor kirishish uchun barcha tayyorgarlik jarayonlarini qisqa muddatlarda yakunlash muhimligini ta'kidlagan. Xususan, obyektga maxsus burg'ilash dastgohlari, yuqori bosimli sharoitida ishlashga mo'ljallangan texnogen uskunalar hamda zarur texnik vositalarni yetkazish, malakali mutaxassislarni jalb etish va qutqaruv burg'ilash ishlarini o'z vaqtida boshlashga kelishib olingan. Shuningdek, loyihani belgilangan muddatlarda amalga oshirish va texnik yechimlarni tezkor qabul qilish maqsadida ikki kompaniya mutaxassislari o'rtasidagi hamkorlikni yanada kuchaytirish belgilangan. Uchrashuvda Boysundagi texnogen avariya to'liq bartaraf etilganidan so'ng neft-gaz sohasida yangi burg'ilash va geologiya qidiruv dasturlarini amalga oshirish bo'yicha qo'shma loyihalarni kengaytirish masalalari ham ko'rib chiqilgan. Sankt-Peterburgda ham Wildberries ombori hujumga uchradi. Ukraina dronlari Wildberries kompaniyasining Sankt-Peterburg va Leningrad viloyatidagi omborlariga ham hujum qildi. Bu haqda Meduza xabar berdi. Leningrad viloyati gubernatori Aleksandr Drozdenko hujum oqibatida omborda yong'in boshlanganini tasdiqladi. Obyekt Novosaratovka qishlog'ida joylashgan. Dron hujumlari oqibatida 3 kishi jarohatlangan. Ular o'rtacha og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizilgan. Shu sharidagi ombor 2024 yilda yonib ketgan omborning aynan o'zi bo'lib, o'shanda kompaniya sotuvchilarga 35 milliard tovon puli to'lagandi. Keyinchalik obyekt 2025-yil yozda qayta ishga tushirilgandi. Sankt-Peterburg gubernatori Aleksandr Beglov esa Moskva shossesidagi fuqarolik infratuzilmasi obyektlari hujumga uchraganini aytdi. U oqibatlarni bartaraf etish ishlari olib borilayotganini ta'kidladi, ammo boshqa tafsilotlarni keltirmadi. Wildberries matbuot xizmati Shushari va O'tkina zavoddagi omborlar faoliyatini vaqtincha to'xtatilganini ma'lum qildi. Telegram kanallari Simferopoldagi Wildberries ombori ham Ukraina dronlari hujumiga uchraganini xabar qildi. Marketplace matbuot xizmatining ta'kidlashicha, kompaniyaning anneksiya qilingan Simferopoldagi saralash markazi xavfsizlik talablariga muvofiq evakuatsiya qilingan. Italiya Rogun GES qurilishi uchun $150 million ajratadi. Jahon banki va Italiyaning Cassa Depositi e Prestiti davlat banki Rogun gidroelektr stansiyasi qurilishini birgalikda moliyalashtirish to'g'risidagi bitimni imzoladi. Bu haqda Jahon bankining Tojikistondagi vakolatxonasiga tayanib Interfax xabar berdi. Imzolash marosimi Tojikiston Moliya vazirligida bo'lib o'tgan. Bitim shartnomalariga ko'ra, Italiya iqlim jamg'armasi loyihani amalga oshirish uchun $150 million ajratadi. Mablag'larni Italiya atrof muhit va energiya xavfsizligi vazirligi nomidan boshqaradi. Rogun GES qurilishi loyihasi Jahon banki boshchiligidagi 12 ta xalqaro taraqqiyot hamkorlari tomonidan birgalikda moliyalashtiriladi. Uning ishtirokchilari qatoriga CDP ham kiradi. Loyihaning amalga oshirilishi Tojikistonning energiya xavfsizligini mustahkamlash va Markaziy Osiyoda ekologik toza energiya bozorini rivojlantirishga xizmat qiladi, dedi Jahon banki. Bugungi kunga qadar Jahon banki guruhi Xalqaro taraqqiyot assotsiatsiyasi orqali loyihani $650 million miqdordagi grant asosida moliyalashtirishni ma'qullagan. 2027-yilda Ukraina 10,000 kilometrgacha ucha oladigan dronlarga ega bo'ladi. Zelenskiy. 2027-yilga kelib Ukrainada 10,000 kilometrgacha masofani bosib o'ta oladigan dronlar bo'ladi. Bu haqda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Laura Lumerga bergan intervyusida ma'lum qildi. Amerikalik jurnalist deyarli 44 daqiqalik suhbat videosini X ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida e'lon qildi. Bu juda muhim. Hozir ruslarda ham, bizda ham 3000 kilometrdan ziyod masofagacha ucha oladigan dronlar bor.
Yil oxirigacha borib 4000 kilometr masofaga yetadigan dronlarga ega bo'lamiz. Kelasi yili esa 5-10 ming kilometr masofaga, dedi Ukraina rahbari. Lumerga bergan intervyusida Ukraina prezidenti o'z mamlakati AQSh bilan uchuvchisiz uchish apparatlarini ishlab chiqarish bo'yicha kelishuv tuzmoqchi ekanini ham ta'kidlagan. Uning so'zlariga ko'ra, Kiyev sinov uchun Vashingtonga dengiz, havo va uzoq masofaga mo'ljallangan dronlarni topshirgan. Zelenskiy Ukraina va AQSh o'rtasida dronlar bo'yicha kelishuvlarning birinchi bosqichi allaqachon amalga oshirilganini, keyingi qadam haqidagi hujjat esa deyarli tayyor ekanini qayd etgan. Shuningdek, u Ukraina AQShga dron ishlab chiqarish zavodini qurishni rejalashtirayotganini qo'shimcha qildi. Biz ishlab chiqarish liniyalarini yaratmoqchimiz, chunki dronlar omborlarda shunchaki yota olmaydi. Bu artilleriya ham, raketa ham emas. Dronlar jang maydonida har 6 oyda, ba'zan esa har 3 oyda o'zgarib turadi, dedi Zelenskiy. So'nggi oylarda Ukraina qurolli kuchlari dronlarning Rossiya hududidagi neftni qayta ishlash zavodlar va yoqilg'i energetika majmuasi obyektlariga hujumlari tezlashishi mamlakatda yoqilg'i inqiroziga olib keldi. Shuningdek, Rossiyaning eng yirik marketplace'laridan biri bo'lgan Wildberries'ning yirik saralash markazlariga berilgan zarbalar oqibatida ham jiddiy talafot yetkazildi. Namanganda zapravkadan gaz olayotgan Nexia 2 portlab ketdi. Namanganda avtomobillarga metan gaz quyish shoxobchasida gaz yonilg'isini to'ldirayotgan Nexia 2 mashinasining gaz baloni portlab ketdi. Bu haqda viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xabar berdi. 20-iyul kuni ijtimoiy tarmoqlarda Uychi tumanidagi avtomobillarga gaz to'ldirish shoxobchasida gaz baloni portlagan haqida xabarlar tarqalgan. Boshqarmaning ma'lum qilishicha, hodisa joriy yilning 19-iyul kuni soat taxminan 21:20larda Namangan viloyatining Uychi tumanidagi Beruniy mahalla fuqarolar yig'ini Aburayxon Beruniy ko'chasida joylashgan MCJga qarashli avtomobillarga gaz to'ldirish shoxobchasida sodir bo'lgan. Aniqlanishicha, Nexia 2 rusumli avtomashinaning propan gaziga moslashtirilgan gaz uskunasiga metan gazi qo'yilishi oqibatida avtomobilning gaz baloni portlagan. Bildirilishicha, hodisa oqibatida avtomashina texnik shikastlangan bo'lib, hech kim tan jarohat olmagan. Shuningdek, ushbu hodisa yuzasidan tuman favqulodda vaziyatlar bo'limiga xabar kelib tushmagan. Boshqarma fuqarolardan avtomobillarga o'rnatilgan gaz balon uskunalaridan faqat belgilangan texnik talablarga muvofiq foydalanish, gaz jihozlarining turiga mos yoqilg'i qo'yish hamda xavfsizlik qoidalariga qat'iyan rioya qilish so'ragan. Farg'onada er-xotin kredit to'lash uchun chaqalog'ini sotmoqchi bo'ldi. Farg'ona viloyatining Farg'ona shahrida 9 oylik chaqalog'ini moddiy manfaat evaziga sotishga uringan er-xotin 5 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Bu haqda Oliy sud matbuot kotibi Aziz Obidov ma'lum qildi. Aniqlanishicha, sudlanuvchilar 2024-yilning oktyabr oyida tanishib, oila a'zolarining xabarisiz shar'iy nikoh asosida yashay boshlagan. Birgalikda hayot davomida ular o'rtasida muntazam kelishmovchilik va janjallar yuzaga kelgan. 2025-yil oktyabr oyida esa ularning o'g'il farzandi dunyoga kelgan. Biroq farzand tug'ilishi ham oiladagi nizolarni bartaraf etmagan. Ma'lum bo'lishicha, voqeadan avval er Farg'ona shahriga ayoli hamda chaqalog'i bilan birga borgan. Moddiy qiyinchiliklarni ro'kach qilgan er-xotin yangi tug'ilgan farzandini sotishga kelishgan. Sudda ayol krediti borligini aytib, ularni to'lash va Turkiyaga borish uchun pul kerak bo'lgani sababli ushbu taklifga rozi bo'lganini bildirgan. Uning aytishicha, dastlabki u bunga qarshi bo'lgan, biroq keyinchalik rozilik bergan. Sudda to'plangan barcha dalillar bilan ularning aybi to'liq isbotlangan. Shunga ko'ra, sud er-xotinni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasining, ya'ni odam savdosi tegishli qismi va bandiga ko'ra aybdor deb topib, har biriga 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Shuningdek, voyaga yetmagan bolaning keyingi taqdiri Qo'qon shahar ijtimoiy himoya agentligi hamda Qo'qon shahar hokimligining bolalarni himoya qilish bo'limi nazoratiga topshirilgan.